Bir Qashqarlik sayohatchi bilan parangiz qilgandim. Nima bo'ldi sanlarga men suv ichamanchu. Bizning yotoq yotqili ketdikka. Shu qoqsha ba'zi yotoqlarning ba'zi o'rlab ketdi deb. Men chaqchaq qilib buljilik qilgan ekan. Shu hozir chimliqlarni to'rayotgan bo'lganki, burun yota olmaysizlar deb chaqchaq qilgan. Bu akamizmi rog'ri chaqchaq ko'tarib qo'ydi ekan. Undan keyingi paranlarda bu akamizga bo'lgan hurmatim bekarak oshlayman. Qashqar xalqi matsihi mehmondo'st tasqini keng qilib. Qashqarbek mehmon bo'lib qolgan bo'lsa bildi aqchaq. Bu mehmon kutishda shimolliklar va janubliklardek bir qonlashib qolamdi. Shunda hargizmi pisiq emas. Hamda nemish shu chog'larda chimliqlar yetib ketgan deganing javobini men shu akamizdan oldimda. Bu yeşilchilik keng yayloq degan Qashqar taraflarda oz uchraydi. Ular necha ming kilometrni bosib kelib, yana shu Qashqardagi boyatliqni kirib olmayli deb tabiatning qo'yniga cho'kish uchun chimliqlarni yetib osmonga qarab yulduzlarni sanab ashta bir orzusini amalga oshirish uchun keldikan. Hamda hozir sayohatchilik shunda taraqqi ketdi. Sayohatchilarimiz bu güzel shahar barpo qilish qurilishiga moslash uchun ular Qashqarliklar mo'l yotoqlar yetyapti. Sayohatchilik mening shahrimga taraqqiyot, iqtisod va fursatlarni keltirgan bo'lg'achqa, mayli qaysi shaharga mehmon bo'lsin, men cho'qim yutqazib qilmay, rangli go'zallik chiqarmay, eng samimiy holatda mehmonlarni kutib olaman. Ham sizning shunday qilishingizni umid qilaman.